Bilmeymen bu felek ne için tepin. Nadallar ar yaşar, yaşlar öldü. Nadallar ar yaşar, yaşlar öldü. Vakit nerede ki, Ahmet nerede ki? Vakit nerede ki, Ahmet nerede ki? Bu ömrümün içilmez oldu. Ey terim sen çeksiz yaratkan adem, tarsan bu dünya bir hatas oldu, bir hatas oldu. Tinchliklar, hozir sotimizni boshlaymiz. Javobgar sot maydoniga olib kirilsin. Hozir ayıpligicha javobgardan savol so'raydi. Isming nima? Rahim. Dadangchi? Esim To'ng'iz. Tinch. To'ng'izim shunda odamda? Shundaymi? Nima jinoyat bilan qo'lga olindi? O'g'irlik. Yanichi? Boshqa gunohim yo'q. Hurmatli sud ahli, oldinglarda turgan bu jinoyatchi amdili 18 yoshga kirgan bo'lsa-mu, nurg'un yomon ishlarni qilgan. Dastlabda yanchiqchilik qilgan. Bara-bara
o'g'irlarning shaykisiga aylangan. 2 qatim turmga kirgan. Oxiri berib o'z dadisini o'ldirmoqchi bo'lgan. Shu emasmi o'z dadisini o'ldirgan? O o'ldirmoqchi. Tinish. Hürmetli Soçi efendi. Aqlug'uchi, savol so'rasangiz bo'ladi. Hürmetli Soçi efendi. Sot ahli. Sizlar o'ylab baqdinglarmi? Amdil 18 yoshga kirgan bir balaning o'g'irlash shaykisi qitilib qilishi hamda o'z dadasini o'ldirmoqchi bo'lishi zada nima sababdan? Isning achchig'ini mo'ri bilganga o'xshash. Hamma odam o'zining dard ta'sirini o'zi biladi. Hurmatli Sochi efendi, mana bu Hizm efendining o'z o'g'li qoldirgan yordamlari. Uning peshonasidagi bu tatiqni ko'rdingizmi? Uning badanidagi bu tatiqni ko'rdingizmi? Sot ahli, qaranglar. Bu tatiqni ko'rdinglarmi? Sen tehe benim işimi anlaşmadık buldun mu? Tezkeş! Qo'y, bundan keyin o'zingni bilib yur. Men nega ko'raman, nega turman, nima ishlarni qilaman? Qarang bo'lmasa, anlab o'tamsan, ha? Anladingmi? Bundan keyin armishsan, ha? Yana armishsan. Yana armishsan bo'lsangmi? Tabiatni tushunmayman. Tutunma qarama xuddi. Ha? Sen armishsan, ha? Yuqotga, ber tur. Ber tur deyman. Ber tur. Ha? Bitemem nereye da? Apanla vurma seni. Ha? Yana armishsan. Yana armishsan. Apanla vurma. Dada, unda qilmagan dada. Apanla vurma. Dada. Ha? Apanla vurma dada. Arlash. Unda qilmagan mana arlash. Apanla vurma dada. Öte nereye? Ha, yokuş. Ver oyna. Ver. Boşa. Xat to'xtab tur. Kechdi kelib sen bilan ayrim hisoblashaman. Vuh! Badbaxtlar. Yürünglar ballar. Canım ballar. Küçük tarafla diyanla azar yedi. Oldu. Tamağınlan yanına. Soğuk kalmasın. Bu İslam'ı üstüp gitti. Yığlaman kız. Canım abba, buna de ki, dadamın işlerine arlaşmışsınız bu ki. Canım bala. Ben neler diyoruz dadamızın işlerine arlaşır. Hayli zamanla alıp kaldı. Dadamızın şunda alıp kaldı. Onun neyim için çaplaştı insan deme bilmedim. Abba. Abba! Canım balım. Bekallah. Nezler bekallah. Hoş geldin ha. Kalkıma gelin var ha. Vallahi. Gelin var. Hadi arkadaş. Hadi. Koy. Arıganı koy. Cinem. Cinem. Senin çok koltağının karagan çok okşumamsa ya. Ale. Çiçeğiyle. Tam geldi. İçmem sen.
İşçi adaş işçi. İşçi adaş işçi. Tadırma işçi. Bugün bu yer oynayınız dep geldik. Şu an kanun işçeyle ha. İşlemse adaş işlemse. Yanında tumuçuktan böyle oldursa neymiş işmeyecek ha. İşçi adaş işçi. Hadi işçi ver. Gile sokuşturup işçeyle. Hoşa. Hoşa. Hemen bırak düşün ha. Bak aylan olsun hadi. Hoşa. Hoşa. Kıynamsa. Bak çık olunla. Eyvallah. Bak, Feride degan bir parça ot. Otning o'zi bu. Seni köydürüp etmişsin yine ha? Feride xotin degan istak bo'lsa, Shundaqmi? shundoq bo'lmaychi. Kuydirib kul qilib etmay yana. Elmo ko'ydirib bir yerga opadingiz. Ishqingizni kuyib, kulga aylanay deb qoldi. Hey. Rasman? Hey, rasılmayçı. Kuyup kıl boğuca elip çıkışsan mando ha? Hoşa. Stop ha? Kükreyle. İşini aç deyler! Hey! İşini aç! Hey! İşini aç devletini! Hey! Git kutu! İşini aç! Ne iş açmaysan? Ha? Bizim işini açmaysan? Ha? Bu sınavın imkanı yok değil mi? Ha? Sen kaçtan bile içi adam sen? Ha? Bu kaçtan kırılır mı? Senin dişin kalktı mı? Ha? Ha? Bana! Sen bunu üzerine! Ha? Yürü koyarları! Serfi yanında! Bana kırı adam sen! Buna geçti adam sen! Bunu geçti adam sen! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Opa, ben mektepke mağdur. Babam, çay içip andın men. Boldi apa, meni verey, bo'lmasa mektepke chiqib qolaman. Amsa, bu bir parçadan nosum elib eling. Boldi apa, meni verey. Balam. Bichara balam. Savaşdaşlar, bizim bugün bu saat ko'radigan dersimiz ataqlıq yazğıcımız Abdurrahim Ötkirning öz romandan ilingan parça Aqchiq Seyda. Buningda asosan 1913-yildagi Temur xalpa boshchiligidagi Qumul dehqonlar qo'zg'olonining tarixiy orqa ko'rinishi, jarayoni ham uning natijasi bayon qilingan. Rahim, nim bo'ldingiz? Uyqungiz kelgan bo'lsa, uyingizga kirib uxlang. Qanday degan gap bu? Bo'ldi, diqqat qilaylik. Endi bizning asrimizga kirgizilgan bu parcha bo'lsa, asoslari Qumul dehqonlar qo'zg'olonining Aqchiq degan joyda olib berilgan bir qitimliq jangning ahvoli so'zlangan. Nima etding? Suiqash etdim. Suiqash? Hey ahmoq xotin! Tush bo'lgandagi tuzrak bilan sasang umamdi. Tushdimi suiqash qilamsa? Tunagan polo asam suiqash etmasa deb qaqshidingiz. Shunga suiqash ishkisi bor o'xshaydi deb. Hey, ahmoq xotin, o'ziga tunini bilamsa? Birini qo'ydi ekanman. Endi keldingmi? Kira!
Ne bo'ldi bolam? Opa, men maktabda o'qimaymikin deyman. Nima? Bu nima deganing endi? Maktabda o'qimasang qandoq bo'ladi? Sening o'qishing shundoq yaxshi tursa. Bir yerda xizmat deb ishlaymikin deyman, opa. Yo'q bolam. Bu gapni endi qo'g'chi bo'lma. Bir yerdan xizmat deb ishlayman deganing nima gap endi? Men seni cho'qim toshlarda o'qitib, bilimlik, yaramliq odam qilib chiqaman o'g'lim. Endi undaq gapni qilg'chi bo'lmajimi? Yig'lamang, opa. Sizga deb ishim og'riydi. Men pul topsam, singlim, ukam, men to'rtimiz birga yozsa, qanday yaxshi bo'lardi? Jenim bolam. Undaq xiyollarni bo'lma. Bu ko'ngilsizliklarning hammasi men bilan kelsin. Agar menga yaxshi bo'lsin desang, faqat tirishib yaxshi o'qigin o'g'lim. Opa, men cho'qim yaxshi o'qiyman. Jenim. Oğlum. Biz bugün yeni dersimizin başlaştığın burun, sabahtaşlardan oldingi dersin bir neçe sual so'rab bakay. Birinchi savol. Archa yaprog'i nomli asarning markaziy ideyasi nimadan iborat? Qani qaysini javob beramiz? Rahim, qani siz javob bering. Bu asarda yeni davr yoshlardagi Oy, akşam ders tekrar qilmay nima ish qilgandingiz? Men sizlarga tunnigun o'tlagan darslarni bugun so'raydiganligini aytgandim-ku. Qani kim javob berib baqidi? Sahiba, siz javob bering. Bu asarda yangi davr yoshlardagi jafo mushaqqatga chidash ro'yiga boy, nachar sharoitda tirishib o'rganish ijtihodi bilan sharliq natijalarni yarata oladigan ilidek o'g'longa nadiya o'qilgan. Yaxshi o'tiring. Nihoyat yaxshi to'liq javob bo'ldi. Boshqalar qilganni siz nima ish qilolmaysiz? Bo'ldi. O'tiring. Hay, topshiriqlarni tekshirib bo'ldingizmi? Tekshirib bo'lmadim. Bekcha patatib ketdim jimo. Oy, Yaxshimisizlar? Keling, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, ma'lum? Yaxshimisiz. Qani, o'tiring. Ma'lum, meni chaqirib keldi. Shundoq. Xizmatlaringiz bek aldirashib ketdimi, qanday bir necha qatim chaqirsam kelamedingiz? Biroz aldirashib qolgan. Shu Rahimni ish to'g'riq chaqirtgan edim. O'zingizmi bilasiz, ilgari Rahimni o'rganish natijasi nihoyat yaxshi edi. Uning ustiga sinfda yetti bo'lib har qaysi pallada oldin minayotgan o'quvchilarning birisi edi. Ammo yaqindan beri nima ish bo'ldi-kin bilmadim. Ruhiy kayfiyatimi toza yaxshi emas. Uning ustiga darslarni ko'pincha oqsiq chekinib ketdi. Shunga oilada bolaning kayfiyatiga ta'sir etgandek bir ish bo'lib qoldimki deb sizdan so'rab baqay deb chaqirtgan edim. Yaxshi bo'pti. Oilamizda boshqa ish bo'lmagan. Nima bo'lganda bu bolaga? Bir ish bo'lmagan bo'lsa yaxshi. Sizmi uyga qaytgandan keyin bolaga obdan nasihat qilib, nima uchun chekinib ketganligini so'rab baqsangiz, men maktabda uni obdan tarbiya qilaman. Har shikil tarafdan o'rtaq kuch chiqarib, bolaning o'rganishiga ko'ngil bilaylik. Ma'qul, ma'lum. Men kechdi berib bola bilan bir ahvol ish baqay. Bo'ladi. Amsa, men qaytay. Ma'qulamsa? Xo'sh, amsa. Xo'sh. Bo'ladimsa, xo'sh. Xo'sh. Rahimga to'shqani. Qani u? O to'shqa, ma'lumning oldida deb yuzim to'rtamina. Birini qo'yman. Hammani qilgansan. Qani u?
Yaptınız ya. Ha? Hey. Seni malıman oldunki mevzumda derslerinin hemmisi de yakıştı. Hatta ürünüş başlığı etti. Emdi bolsa derslerinin hemmisinden çekinip gitti deydi ha? Ha? Sen derslerin hemmisinden çekinip gittin mi ha? Nimişka derslerini yaxşı okumadı? Ha? Aycan! Nimişka derslerini yaxşı oynadı? Ha? Gel bana! Ha? Vurma! Nimişka yaxşı okumaydı? Nimişka ödedi! Sen beni kırgaçtın! Ha? Kuvvet! Sen beni yeter dayak dedi! Ha? Kuvvet değil mi? Kuvvet! Kuvvet kaptı! Bana Nimişka! Hocam bana Nimişka! Sen beni oğlandır! Sen beni kırgaçtın! Nimişka derslerini yaxşı okumadı? Ha? Sen beni yeter! Ha? Hemen sen! Beni kuyuver! Hiç nasıl okumaysa! Her işkinin yeter ayakta! Nimişki yaxşı okumayım! Nimişki yaxşı okumayım! Nimişki yaxşı okumaysa! Sen neyse! Nimişki yaxşı terbiyesi başına! Nimişki yaxşı terbiye beğenmedi bunu ha! Bu takımda gel! Adam oldu kral sen kuyuver! Bana mısın? Nimişki yaxşı terbiye beğenmedi! Bana mısın? Opa, bu yak çıkın. Ne bo'ldi bolam? Tantarbiya malum. Tantarbiya kiyimi almasan bulmaydı. Bulmasa ders kirme degandi. Şuna 40 koy lazım deb qolgandi opa. Pul. Uyda pul yo'q dey bolam. Endi qanday qilsak bo'lar? Haras. Un alaman deb azroq pulni tiqib qo'ygan. Shuni ichqib. Bo'ladi opa. Mana bolam. Yetamdi ya. Yetidi opa. Ma'qul ansa bolam. Yo'lning chetida man. Tanlab o'zimni ag'inchimi?
Mijazing yo'qmi bola? Yo'q. Matematiklik bir misolni o'ylab o'tirdim. Opa, tek yatmadingizmi? Men sal turib yatay. Dadang tek qaytib kelmayapti. Qaytib kelsa tamog'ini isitib berib, andin yataman bola. Opa, siz uxlavering. Dadam kelsa tamog'ini o'zim isitib berman. Bo'ldi bola. İnsavımga rahmet. Sen fakat tırışıp okusangla bo'ldi. Başka işler bilen karın bo'lmuşsun. Bo'ladi opa, men tirishib yuguraman. Kiring. Topshiriq daftarlarni kirgan. To'liqmi? Ha, Farida, chiqib Rahim chaqirib qo'ying. Kiring. Muallim, men chaqirganmidingiz? Ha. Rahim, o'qish boshlag'ili bir oydan oshdi. Saboqdoshlaringizning hammasi o'qish pulini ekib bo'ldi. Faqat sizlar topshirmag'achqa men maktabga topshirib bo'lamadim. Bugun qaytgandan keyin dadangizga deb, at o'qish pulini ag'ash keling. Bo'lamdi? Bo'ladi. Chiqsangiz bo'ladi. Dada, ma'lum o'qish pulini topshirib degandi. Mang. Sen qarz etdim ben. Seni çok koydum. Endi özden tap adaş. Mang. Adamın keyfini uçurun. O'qish boshlag'ili bir oydan oshdi. Saboqdoshlaringizning hammasi o'qish pulini topshirib bo'ldi. Faqat sizlar topshirmag'achqa men maktabga topshirib bo'lamadim. Bugun qaytgandan keyin dadangizga deb at o'qish pulini ag'ash keling. Sen qarz etdim ben. Kaça bakma seni. Çok oldu endi. Mang özden verip tapma. Mang. Hey! Mektep bitiriş imtihanının iş kaysını ötemezsin ha? Yap kala! Neyini iş yapıp koysan? Ha? Vajda dada, vajda dada bo'ldi qilib. Gap qilmayman. Neyini iş yapıp koysan? Gap kala! Vurmang dada. Neyini iş koysan? Bo'ldi qilib. Vurmang dada. Neyini iş koysan? Vurmang. Unda qilmam ish qilib gidiyor. Vurmang. Voy edim, voy alanarman. Qo'yma. Tez qoch bolam, tez bo'l. Meni qo'yvat. Qo'yvat deyman. Qo'yvat. Hammani qilgan sen. Sen meysen de dayoqni. Oy Rayyan, nimish qilib yuraysan? Bir ishdek ishlaymikin deyman. Maktabdan ketibsan-da. Yo'q. İmtihanlarni to'sini o'tamayaptimi? Shuni o'qimaymikin deyman. Chaqchaqimig'ina, sen degan bir sinf boshqa o'tirsan. Voy, qoping nima bo'ldi? Dadam urdi. Shunga uydan chiqib ketdi. Uydan chiqib ketdi? Uyindikilarsimanda? Yo'q. Tabax yedimi? Yo'q. Puling yo'qmi? Ah, bo'pti. Jira, menda pul bor. Tamoq yeymiz. Jira, mana.
Hozir nima turyapsan? Necha vaqtdan beri o'zim ishlayotgan oshxona turyapman. Mendan cho'ngroq bir bol kelgandikin meni ishdan bo'shtiryapti. Bo'pti odash. Keyin ikkimiz birlashib cho'ngroq bir ish qilamiz. Hala, yigine. Sen fakat boshqani to'sab qo'ysang bo'ldi. Atrofini qarma. Boshqani to'sab bermanmi? Chiq yaqinma. Shuni qilsam burunmi bir qitim og'am. Shuni olay. Mana ashki qari. Mana bir qap olay. Nima qilaman? Sizga nima? Shuni olaylik. O'shada pul topshirishga o'xshaydi. Sizni oldingizmi? Pulum yo'qtur edi. Oy xudoyim, qanday qilaman? Boyli batda emasman, hisob qo'ygan. Boyli batda birdan o'shida pulum yo'qtur edi. Hay, bunda qila. Pulimni sayilib oldim ya. Ha? Men qarqina. Men pulingizni olmadim. Yo'q, men olmadim. Yo'q, men olmadim. Boyinim turganda men olmadim. Pulini olmadim. To'g'ri. Buni yeyim bir bal batdi. Men kelgandim. Shunda bal batdi. Qancha bal izlab baqaydimi? Usta, birdan naqshida pulim yo'qolib ketdi. Hech narsa ko'rinmaydi. Qandoqmi qilaman endi? Nemish bu? Birdamda pulim yo'qolib ketdi. Hey! Jira, tamoq yeymiz. Menda pul yo'q tursa? Ahmoq, mana pul. Ha? Hiliq ayolning pulini sağıp kelsan-da? Bichora ayol bek tutib ketdi. Ahmoq, buni purpasam biz qanday qilamiz? U jonni shundoq javan. Buni purpasam biz ochqanmiz. Lekin u xonim ochqolmaydi. Jira, tamoq yeymiz. Jira. Yememse, tamak soğuk kaldı. Yigim yok. Dolay alğaş yapqa çoğanma yigine, keşte uxlamaysan tıkı. Hey, başka bir iş tepki sakıptı ki. Boy maqul, hazır ammanın yokuda mı işini kıvatımız? Ertugün yaxşınak bir işini epey tapsak şu işini kılımız. Bulamda? Gepimiz gepe? Ha maqul. Bu işini pul yok, bezge anlat diyendek. Yok. Portmalınız ne amıdı? Mina hininde sizden başka hiç kim bulmasa siz almayın kim alır? Ne amıdı portmalınız ne? Yalgan git qilma. Hozir bir şey qilib qo'ygan tursam, siz almayın kim aladi? Aqtirib qalamansa. Yaxshilikcha chiqarib, bo'lmasa chaqchaq ma'lum qilaman. Kızım, zaten neymiş oldu? Ha? Portmalim nima ish qilib qo'yibdi? Tezroq qaytirib atadim. Yinini mush balbatda portmalim yo'qtirdi. Portmalı mı hamısı? Doktor dur hemen altı bak. Bu yaka öyle. Yok ne amıdı portmalı? Kızım, gün oyunculuğu yokturdu. Belki siz kadarlaşka okşaysınız. Chuqur bo'lishi mumkin. Qandoq degan gap bu? Hatalışıpsiz kızım. Kim ilib olgandi? Gap qilmaysan qo'y. Shunda qilib ulasini yeni qo'yibdi-mi? He?
Sen qandoq bilasan? Yo sen men bilan birga bo'lmasan? Bugun qarsam, alpozing yomonroq turdi. Shungisini bir falokatga yo'liqmisin deb kaynin kirgandim. Agar men bo'lmagan bo'lsam, o'zingni saqchiqan ko'ratding. Mana portmal. Sen nechap tuymabman ku? Sen mukiyen mendek bilasan. Yo'q. Men darsiz unda ish qilmayman. Boshqa ish deb qilma. Uyim ketma. Opam bilan fikrlarimni bak ko'gim kelib ketdi. Gücümde yaş bu kalbimin esreke doldu. Gücümde yaş bu kalbimin esreke doldu. Men yılganda düşmenim güldü. Men adet yılganda düşmenim güldü. Bilmeymen bu felek ne için tepin. Nadallar ar yaşar, yaşlar öldü. Nadallar ar yaşar, yaşlar öldü. Vakit nerede ki, Ahmet nerede ki? Vakit nerede ki, Ahmet nerede ki? Bu ömrü İçilmayızım ey Tanrım sen çeksiz yaratan adem. Harsam bu dünya bir hatas oldu.
Teyzem, Nimiş oldu ya? Erkin'in ağırıp qağınıға neçə gün boldu. Qızıtmısı faqat yanmayıvatıdı. Doktorxanaga apasam, balınızda yatsın deydi. Yenimde pul bolmağaşqa. Sizni izlep keldim. To'yimiz beni izlep geldin mi? Ben bu yeni to'y qildi, bana pul kerak. Uqding mi? Biroq, Sotda balını özüm alımen degendikken, özüm amalını qil uning. Mendin pul yo'q. İkinci beni izlep gelme. Ma. teyzem, undaq qilma. Canım balam. Canım balam. Neler yürüyen sana. Seni üzdüm geçiyorum. Sığındım apa. Canım balam. Bastığın kadar mertliydin mi? Beni imandan endirttin kalsın. Apa, ben seni ben sığınıp kettim. Canım balam. Yürü balam. Ey kırıp gideyim. Korkma apa. Neden korksan? Dadan endi seni olmaydı. Ben acırışıp kettim balam. Endi erkin üçümüz hatırcam yaşayınız balam. Ya balam. Apa, biz acışıp kettin lan. Rast balam. Sana aldandım. Ben acırışıp kettim. Endi seni olurlan adam yok balam. Hatırcam yaşayınız. Xudoga shukr, qaytib keldim. Kira balam, kira. Ukka. Ufka. Seni ben sığındım Ufka. Ben sığınıp kettim. Apa, Ufkam kızıp kaptı o. 3 gün boldu balam. Kunde tushdan keyin mushunda qiziydi. Har xil dorilarni ichirib baxtim faqat taqimidi. Doktorxonaga apasam, balnizda yotsin deydi. Balnizda yotqizsam, million to'laydi ekanman balam. Shuning bilan dadamdan so'rasam yo'qkan, bugun qo'shnilardan so'rasam uladimi yo'qkan. Qaytishimda sen xuddi mana uchrab qoladigandekla u yoqqa bu yoqqa qarab qaytgandim. Xudoga shukr, uchrab qoldim. Ukko kechtirimizda birga yotqi. Buludu. Uxlaydigan chaq senda yatay bulamdı. Apa, hazırla doğru işkizeyli. Ma'qul balam, hazırla ekiraya. Haras apa, Ruşen görünmeydi o. Sot. Roshanni dadamga berib bergandi. U bir necha qitim dadamning qishida turmayman deb qechib ketdi. Biroq Roshan mening qishimda tursa, uning o'qish pulini to'layolmay qolar ekanman. Shunga uni o'qishsiz qolmasin deb yana dadamning qishiga evatib etdim. Balalar, meni kechiringlar. Men sizlarga o'qdan qarayamadim. Undaq demang apa. Men cho'ngib qoldim. Men bir yerda ishlab pul topgandan keyin Ruşenni aklab o'qitimi? Voy bo'ladi balam. Xudoyim deginingkilar. Bu kunlar o'tib ketdi. Apa, Bo'ldi balam, sen o'ltir, men qaray. Mana. Ay canım balam. Ay ne oldu? Ne oldu balam? Canıma. Xudoyim, canım kızım. Oldu ağlama.
Hoş geçti, yalnız geldiniz mi? Korkmadınız mı kızım? Nişki geldiniz? Evde bir iş oldu mu? Ne oldu zade? Ukam Ruşen. Akam! Oldu yığılmağla ballarım. Bir hala öyle kırıp gideyim. Kukam Erkincan. Ağrıp kaldım mı? Kızım Roşen, şunca keşni keştimey kaytıp gitsiz bu. Zaten neymiş oldu? Fakat çözüldüm abba. Öyle hem işini ne kılınay? O ayın fakat ışkınmaydı. Yeni dedi. Bak kınadığımda beni orada hem cındaydı. Dadam bunları gözümü fakat yapkamaydı. Ay seni kızım. Niçin siz onun peşinde dursunuz? Okuksuz kalırsın. Evi aksi. Yeniler. Dadamızın peşine kayıp gitti. Dadamla okudu ne? İddet okumasan mı buladı? Öyle işlerimi kızımdı. Benim ödetli bağılmayını de. Canım kızım. Yapma. Ben hem de oraya bağmayayım. Tamam ne az ye, bulamdı. Yeminle yamak ye, bulamdı abla.
Adaş, ben mümkün tepeten öptüken, ufkam kattık ağırıp kaptı, doktora apamsam tehi bulmaydı. Mümkün? Nerede mümkün demiş kızım? Ötünüp kılay adaş. Pul verip dursan çokum kaytırıydım ha. Sen ma? Yançıçılıkını tuzuk kılamayvazsan, bunu kaytırıp verse. Unda kınlığı. Pul verip dursan apamı apırıp verip, sen bilen tapavat kılay. Bulamdı? Ben de hazır pul yok. Ben berip alim ko'rdim so'rab boqay. Sen bir şey saklap tur. Bulamda? Ma'qul. Ve alim kanma? Ben Niyaz. Bana mümkün ciddi lazım kanti alimka. Berip tursun zot ekan. Unda qilma alimka. Bana bek lazımdı. Mümkün tapmasam zat bo'lmaydi. Alimka men cho'qim qaytirib beraman. Haftadan keyin usul bilan qaytirib beray. Ma'qul. Men hozirla borman. Xo'shimsa. Ne adaş? Rahmet adaş, ben çokum kaytırıp verime. Qachon qaytirib bersa? Tat ardı kaytırıydım ha. Ben bu pulni alim ko'rdim aldım. Onun ijazini obdan bersa, u menga bir haftalik berdi. Agar vaqtida qaytaramsak, sen menmi uning qo'lidan nargiz qichib qutlamaymiz. Bunu da adaş ben çokum kaytırıydım ha. Bulardansa. Ems pulunu ben apam apırıp verip kelime ha. Ha ma'qul. Ma'qul. Voy, bu bola ne ketkendi? Aran testi cem bo'lgandiq. Ulug' Xudoyim, uni o'z qinoyingda saqlag'aysan. Nimdavatsiz apa? Qizim, akangiz yana yo'qtirdi. Uni yana chiqib ketdimikin deb ansiravatman. Akam nemish shunday qiladi? Oppa. Voy bola. Mana men. Asta, yana qizib qopti. Voy qanday qilaman? Canım bola. Endi qanday qilaman? Apa? Aka. Bola. Nega adam? Senden ensirab yuragim sovuq ketdi. Apa, mana pul. Pul? Buni nereden topding o'g'lim? Ayta. Ben sizden qarz aldım apa. Endi ukamni doktorxonaga olib boralaydigan bo'ldik. Voy canım bola. Seni ko'p jafoga qo'ydim. Undaq size apa, menni cho'ngib qoldi. Endi menni sizga yordamlashib, uyni beqib ketalayman apa. Bola, rahmat. Sağlığına rahmet bola. Ya adamlar, alim ko'rdim pulni qachonlik bersa? Akla, bana 2 gün vakit veremem, ben çokum kaytırıp ettim ha. Qachon hiç vaqt beramiz. Elimizdan chiq vaqt berdi. Siz deganni qilmaysa, o'g'irlikni tek qamlashtirmaysa, qarag'andisini adablab qo'ymasak bo'lmaydigan o'xshaydi.
Bu işte bu haramdır bu kaşım. Emri kulu vermeyin hanım emri köle ya. Bu haramdır. Tüy. Keşif ketdi. Akınız texçi qaytib kelmeydi o. Akamның işleri texçi girmegen oxşaydı apa. Biçare balam. Kichik turupla shuncha ko'p jafolarni tatdi. Reyim, Kechikib qoldim apa. voy balam, men qarg'ina. Ne oldu sana? Ha? Biraz bilen uğraştın mı? Hech gap yo'q apa, bolalardan so'qishib qoldim shu. Nima? So'qishib qoldi? Bu attığını bu ketkinme qara. Hamma yaram qon. Chiroylarim ko'kirib ishib ketdi. Tug'ijini balam. Nima ish bu? Ha? Kechiring apa, men buni diqqat qilay. Voy balam. Sana ne çıkıdım dedim. Bala bilen uğraşma deb ochig'imga hayversan olmamdı jinim balam. Qara bak ketkiningni. Balam, qo'sog'ing ochdimi? Men sana tamoq akiray ya. Bugun ta'limimiz toz o'ngda ekanmidi ya. Yana 200 ko'p kamlab qoldi, qanday qilamiz? Shundagina olimkorning qili yana tug'yurdan bo'ldi. Ya men bir amalni qilaman. Ha, vaqtni to'g'ri bo'ldi. Ha, tamom cheka. Ha, chekmayman men. Chekmayman. Birata chek. Yo'q, chekmayman. Bo'lgan cheka. Yo'q, chekmayman. Ha, ala. Icha. Nimish qilyapsan? Ha? Qo'l degani baqi, qarab solsa yoqdingmi? Soqchining yochiga qo'l solsam, mushaqqat qolsa. Sen o'qimamsan? Sen qiladigan boshqa ish chiqmadi bu. Mana, bak.
seni, yana kiribsen de. O'tganda xili obdan va'dalarni berib atatding. Chiqibla yana koni sana menga dastlabsan de. Mahmudka, bu bala nimanda kim akıllı kılıdığandı? Ha, buni men bilmadim. O'tganda bir obdan va'dalarni berib chiqib ketgan. Lekin bu qitim yana nima ezib yurgan-du? Ras Mahmudka, o'tganda erkin og'rib qolganda do'stimdan qarz oldim deb men ko'y ko'tirib kiribdi ekan. Balkim shu pulni qaytiraman deb shunda qilib soldim-ya. Bu qachon bo'lgan ish? 2 haftaning oldida. Mondaqda, asli mondaq ishganda, men undan so'rsam u javob bergil unamag'andi. Bechora bolam. Bu qitim qanchalik vaqt yotdi? Onun bu yerga kirishi ikkinchi qitim. Bu qitim yetib qolsa, uzun yetib qolamdiki. Bechora bolam. Hamma ishqa men ayiblik. Balamning mush yo'lga kirib kelishiga men sababchi. Men gunohkor. Men gunohkor. Abba, Canım balam. Qandaqroq turvatsan balam. yaxshi turibmi abba? O'zingizchi, fikrlarim yaxshi turibdi. Yaxshi turvatib. Fikrlarimni seni de kuygiz keldi balam. Va kimni sening gapingni qilib. Mening o'g'lim pek ko'rgim keldi abba. Müşküllerde acayip günlerini görüyorsan canım balam. Oğlumla bir diğeri bir ustalık kapsam balam. Hemlige ben eyiplik. Seni Kudayım'a tapşırdım. Vaqt o'tdi. Hoş abba. Fikrlarimga salom aytdim. Kul balam. Kudayım'a emanet. Seni Kudayım'a tapşırdım balam. Mahmudka, Ha, kela o'tir. sirtdan xabari ama? Opam kelmagili xili vaqtlar olib qoldi. Sal ansirab qoldim. Opam og'rib qolmagandi? Opamdan bek ansirayotim men. Ha, so'ramayli qo'y bola. Heliqi hezim degan kispurosh. Ha? Mahmudka, tezdan azab nima bo'ldi? Bu gapni asli sana demasam bo'ladi. O'tganda opam Ro'shangulning ishi uchun sotga arz sunibdi ekan. Sotdan Ro'shangulning ta'minoti uchun har iyiga 200 qo'ydan kesib qo'yibdi. Lekin hezim 200 qo'yni eg'ir ko'rib Ro'shangulni og'ili uyga beribdi ekan. U chaqda opam kasal bo'lib yetib qopti ekan. Men bilan ketarsiz ketmamsa? Ha? Ketarsiz ketmamsa? Mo'nglayman. Bo'lmas bo'lmamsa? Mo'nglayman. Mo'nglayman. Qo'lni qo'yaman. Canım kızım. Men bilan ketmayingni bir ko'ray. Ben gitmeyim. Aman ektimesini.
Şunun bilan dadang opangni urib yiqitib etib, Roshangulni ep ketib qopdi. Men bu adlarni hargiz bo'sh qo'ymayman. Opangning kesili eg'ir o'g'ashqa hozir doktorxonada yetib etibdi. Erkinchi. Erkinga qo'shnilar qarab atgan o'xshaydi. Opa. Endi xotirjam bo'ldim deyaptingizmi? Qani bu xotirjamlik? Aldınlarda bekmi sət boldu. Texi yenilə işqi düşüb, tüzügrək işləməylə kesel olup yetib qaldım. Aldınlarda to'limi xijilman. Ahvolingizdan to'liq xabardor olduk. Siz xotirjam yetib davolini bering. Saqaygandan keyin ondan xizmatga tushsangiz bo'ladi. Rahmat. Ko'p rahmat. Xotirjam davolini bering. Yana qandaq ishlar olsa tatılmay davering. Hal qilgan ishlar olsa mumkin qadar hal qilib bering. Helimiz sizlarni ko'p avara qildi. Qaytandiq. Hech qisi yo'q. Siz xotirjam yetib davolini bering. Xotirjam Biz yana yo'qlab kelamiz. Boshqadan keyin. Avara bo'lmanglar. Xo'sh emas. Xo'sh. Ma'qul xo'sh. Xo'sh. Rahmat sizlarga.
Apa! Canım oğlum. Apa! Bala. Apa! Canım bala. Benim şartişanım. Bir tane balam. Canım oğlum. Canım balam. Beyimcan. Hürmedin. Kaçıp çıktın mı? Ha? Oy neymiş kuşunda kıgan sen canım balam. Apa! Bak. Derhal kettin balam. Ya apa! Canım apa! Ben siz için intikam alayım. Bu sizi kaçan kız horlaydı apa! Ya bala. O senin dadan. Yok! Yok apa! Onu tadı değişti mi şirkini mi? Bizim ailemizi veyran kıldı. Benim ilim. Benim sınırımca. Ula kimlerinin ailesini dinlep temtirap yürüydüğünde apa ha? Sizin uşağımı düşürüp koygan. Canım apa. Canım oğlum. Apa. Bizim soğuduktan bir kuş kendini işmişsen. Bergen suçlumuzdu. Razı olmay kötü apa. Beyimcan. Canım balam. Muhtar değmez. Bey. Kim o? Nime? Hatırcam bunu. Ben hazırla adamı orlaştırayım. Bey. Hele bak, keçiktim. Hele sakın keçik durduğum oldu da. Özümünü oraya yenim ala vakıraydı. Aka. Roşen. İçersin mi? Yaxşı durvatkan sen. Sınlı. Bizim diye Turgut kılı. Oy Aka. Ödemek. Oğlum, geldin ama? Şundak. Geldim. Sen beni menge uyap yatıdı da koyup kalamıp da? Yok. Bugün ben senden hesap alayım. Balam. Bu neyim ne? Balam? Sen beni balam da adamsan? Beni balam da adamın kandaktır o badi. Senin dadılık burçunu adak baka yerin var mı? Özağını da bütün ailemizi beyler kıldın. Ufkularımızı sertan kıldın. Beni bolsa, bunu ben de gözen koymaydı. Sen de köme kimdi görettin? Hem beni kıkan sen. Bugün ben seni... Aka. Kolundaki bıçağını taşla. Sen dedem öldürme kime? Sen beni dedem emez. Sen de kadının boğunuydun. Bunları yaşlı! Kulağından! Bıçağını taşla! Bıçağını taşla! Bıçağını taşla da hadi be! Bıçağını taşla be! Oğlum kıma! Hey! Kulağından! Yetkili bu! Kıvırdı mı? Yuvaş mı? Hocam! Bak! Ruşen! Ruşen! Kudret Allah!
ana degan o'z farzandi uchun tunji tarbiyachi. Xo'sh, Hizm apandi, men sizdan so'rab baqay. Balangiz o'qish materiallari uchun pul so'ragan vaqtda men sen qarzdor emas, menda pul yo'q, nerdan topsang tap dedingiz. Aytinga, endi 18 yoshga kirgan bir bola o'qish pulini nerdan topadi? Qushchinida o'z bolasi uchun halqumga luqma soladi. Qattiq sovuqlarda bolalari uchun qanot yapadi. Acaba siz shu qushchilikmi bo'lamamsiz? Hurmatli sudchi apandi, sud ahli, aytinglarchi, haqiqiy jinoyatchi zodi kim?